Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Xo'p, kotyol ABB deyiladi. Endi biz bilganimiz. Gollandiyada ishlab chiqarilgan, ana Vayland bilan qo'shma korxona taqasida. Shu restavratsiya qilingan, ya'ni ichlari ochib tozalangan imkon qadar o'zimni uyimdagi bir narsa aka. Vaylandni ham ko'rdik, boshqasini ham. Hattoki menga yoqqan kotyol mana shu bo'ldi aka. Mana teplobmenniklari ham juda katta, o'ziga yarasha, ya'ni Vaylandga nisbatan ham boshqa hamma yo'q joyida asoslari ham cho'tki ishlaydi ekan. Shunaqa restavratsiya qildik aka, xudo xolasa cho'tki ishlab turibdi.